Do'stlar, hammaga salom. Bizlar degustatorlar. O'zim hayajonlanib ketdim. Salom do'stlar. Hammaga salom. Hammaga salom do'stlar. Privet. Salom papalam. Bugun bizlarning birinchi video olish kunimiz, to'g'rimi? Birinchi videomiz. Bizlar degustatorlar jamoasi. Seni ham tabriklayman ukajon, birinchi kun. Rahmat. Do'stlar, bizlar sizlarga ovqatlarni obzorini qilamiz. Pizzeriyami, restoranlarmi, shashlikxonalar, oshxona farqi yo'q. Nimani yeb bo'lsa, shuni degustatsiya qilamiz bizlar. To'g'rimi? Shunaqa. Buni ismi Diyor, bu Umid, men Shohruxman. O'z ish faoliyatimizni YouTube kanalimizga joylashtirib boshladik. Bugun bizlar pizzeriyalarni degustatsiyasini qilamiz. Qanaqa pizzeriyalardan narsa oldik bizlar bachalar? Bellissimo pizza, sariq bola. Bu nima? Tibon. Bunisichi? Pizza. Bu Oqtepa pamoman, menimcha adashmasam Oqtepami? Bu yozilmagan ham hech qayerda. Nima bu? Tak, hozir to'xtanglar-da, bitta ochib ko'raylik, qayerdan bu pizza kelgan. Вообще hech nima yozilmagan. Oqtepa menimcha bu. Muzqaymoq. Oqtepa. Keyin Apex pizza. Buchi? Mana bu Oqtepa tamom. Bu Oqtepami? Mana Oqtepa. Bu nima ekan bu? Bu unaqa. Oti nima edi uni? Gagarindagi pizzaxona oti nima edi uni? Premier pizza. Rahmat. Shogird молодец. Shogird yordam berdi. Qaysidan boshlaymiz birinchi? Oqtepa lavashdan boshlaymiz. Qaranglar, bachalar. Oqtepa pizzadan. Oqtepa. Oqtepadami? Sariq bola bitta, davay, chinganchuk o'ynanglar-da. Sariq bola Oqtepa. Bo'ldi. Oqtepadan boshlaymiz. Buni chetga ol. Tak, Oqtepa lavash. Qanday bizlarga keldi? Upakovkachasi, normal upakovka. Chiroyli. Mana bu yerda salfetka menimcha bo'lsa kerak. Salfetkalarni ko'raylik. Ha, salfetka. Ha, oddiy salfetka, lekin upakovkacha cho'tka. Bomba upakovkacha. Och. Nima? Assistent. Ichishga biror narsa ber bizlarga. O, chotki. Pizza chanovich ham yomon emas, ha? Chotki. Oddiy pepperoni. Ha, aytmadim. Hamma pizzalarni bir xil bizlar zakaz qilgan pepperoni. Bir xil vaqt. Bir xil, hammasi bir xil. Pepperoni keyin boshqacha bo'lmasin. Endi aytib bo'lmaydi-da. Birovlarniki pepperonisi bo'lmaydi, birovlarniki boshqa narsa bo'lmaydi. Tariflarni olaylik. Bu Oqtepa edi, ha? Oqtepa. Buni narximi? Ukajon, hozir mana ko'ramiz, chekiga yozilgan narxi. 105 ming so'm ekan. Dastavkasi bilan 112 ming so'm bo'ldi. Qimmat lekin. Qimmat. Video davomida narxini birgalikda ma'qul bo'lish bo'lmasligini aniqlaymiz o'zi. Qani pulga arziydimi, arzimaydimi? Pulga arziymi, arzimaydi. Ko'ramiz, ha. O, chotki. Chotki pizza. Shuniga. Chotki. Bizlarga bitta minus narsa bo'ldi. Pizzalarni bizlar где-то bir 4 soat, 5 soat oldin zakaz qilgan edik. Sal nimalar bo'ldiki, shu uchun birdan issiqlikda degustatsiya bo'lmadi. Даже yaqtay holatda chotki pizzachi. 105 ming. Qornim ochgani uchunmi? Yomon shirin ketyapti bu. Yo'q, u narsa uchun emas, menimcha. Pizzachasi yomon emas. Nachinkalari ham normal joyida. Chotki. O'zi senga hamma narsa yoqadi. Qornim ochyaptimi? Biraz after qilmaydi. Ya, bu chotki pizzachi, lekin 105 ming narxi sal ko'p deb o'ylayman. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Qimmatroqda. Qimmatroq? Qimmat. 105 ming. Ha, unday qilaylik-da. Hozir bunga ball bersak, qara, 1 dan 10 gacha ball beramiz. 1 dan 10 gacha hammamiz o'zimiz fikrimizni bildirib, hozircha men ball bunga qara, pizzasi yomon emas, 7 qo'yaman men. Sanchi uni? 4. 4? Ha. Yo'qdi deb 4 qo'yapsan. Yo'qmaganini necha oladi? Yana bitta yeb ko'rsam keyin aytaman. Yo'qmaganini necha oladi? Yo'q, fikrim o'zgaryapti aka. 10 qo'yaman. Sanchi? Keyin aytaman. Fikringni ayt. Rahmat, shogird, молодец shogird. Bekorga shogirdlik olmadik uni. 7 ball qo'yaman. 7 sanchi? 6. 6. 14, 20 bo'libdi-da, option. 20. 3 ga bo'lsak 20 mi? Ay,
6 600 6 qismi shunday bo'libdi. Ha, 7 deylik, общий 7 ball oldi deylik. Qaysiga o'tamiz? Sariq bola pitsa olamiz. Sariq bola pitsa? Davay sariq bolani. Sariq bolani biror marta yeganmisizlar sariq bolani pitsani? Men oq palavashni birinchi marta proba qilibman. Yo'q, men sariq bola yeb ko'rganman. Yeb ko'rganman. sariq bola pizzasi. Sariq bola pizzasi. Mana shunaqa upakovkacha. Upakovkacha. Va bu bunda da souscha bor. Mana. Bu plus ball bu birdan. Влажный salfetka. Влажный salfetkacha bu yana plus ball. Men uchun bu yana plus ball narxchasicha 56 ming so'm ekan. Bomba narx. Lekin buni qarada pizzasi katta. Buchi? Endi shuni ham razmerini ham ko'rish kerak-da. Razmeri mana 25 sm ekan aka. nima qilaylik-da buni. 25 sm tushundim. Bu mayda ekan, buni qara. Pepperoni. Yana kesilmagan hech qayerdan bitta pichoq olib kelasizlarmi, shogirdlar? Na kesilgan, na boshqa narsa bu. Bali tushib ketyapti-ku bular. Bali tushyapti. Bali tushyapti. Yo'q, mana bu plus baldan bor. Buni qaradi, vidini. Чисто vid. Для сравнения ko'rsataylik-da. Bu 105 ming, bu qancha edi? 56 ming so'm, 56 ming so'm. Lekin uncha pepperoniga ham o'xshamaydi-da, asosan. Ha? Как будто o'ylasam uyingda pishirasan-ku pizza. Shunaqa. Shunga o'xshabdi. Lekin dastavkasi mana komplekt souscha bor. Salfetka Salfetka bilan. chiroyli ekan. Bomba, upakovka bomba. Xavs ta'min ko'ramiz. Balki vid uncha yaxshi emas, ta'mi yaxshidir. Bu narsani ko'ramiz. Hozir pichoqni olib kelsam zarga. Do'stlar, like bilan podpiskani bosib qo'yinglar. Ha, qo'ng'iroqcha. Eslangizdan chiqmasin. Chiring qildirsalar bo'ladi. Aha, to'rt kesasan, ha. Kes. Qanday домашний pizzaga o'xshaydi? Konkretno. Xamirlari ham boshqacharoq hamma. Oqtepa yomon emas lekin. Mazali ko'rinyapti lekin menga. Qorning yoshdasan? Qara, bitta narsasini ham qarada, Oqtepani xamirini qarada, xamirini. Qalinligini. Ko'ryapsanmi? Xamiri qanaqa qalin? Чисто qalin xamir bo'libdi. Mana buni ham o'zi bitta ko'rsatayda sizlarga. Oqtepa sariq bola. Просто tonki. Qalin. Ha, qara. Buni qorni ushlayish kerak. Yomon qalin ekan. Yomon. Hujum. Qana bitta probaga. Ketdi. Bismillah. Bilmasam. Nima deysizlar? Как будто faqat xamir yedim, bilasizmi? Что-то 0 эмоций, а? 0. 0. Вообще. Ha, reklamalari chiroyli. Endi yomonlashga emas. Endi hech kim xafa bo'lmasin bizlardan. Hammani o'zini Bu fikri, чисто o'zimizni fikrimizni bildiryapmiz. Личное мнение degan narsa bor-ku, shunaqa narsa bu. Просто как будто xamir yeganday bo'ldi. Начинка как будто kamlik qilibdi. Upakovka zo'r. Ha? Hamma narsa souscha bergan qaradi дополнительно. Ana sousda Narxi ham bomba. 56 balini ko'tarib aytarmi? Bitta sous yeb. Endi qarada Oqtepa lavashni 2 barobar arzonda. 105 ming, 56 ming. Может. Yo'q. Hozircha menimcha bilasanmi? 4 manga. 4. Домашний, uyingda pishirasan-ku. Uyda pishiradigan pizzada bu. To'g'rimi? Menga unaqa chota uncha yoqmadi, to'g'risini aytaman. Shu mendan xafa bo'lmanglar, men faqat 3 qo'yaman. Eng yomon hakam bu. Sen bo'yini Oqtepaga 4 qo'yib qo'ygan. По-моему, нормально. Короче, bu texnologiya emas. Bu yoqma. Sariq bola pizzasiga men 4 ball berdim. Yoqmadi menga, yoqmadi. Bu yerda chempion bor. Chempion, qaradim. Men buni kelganida birdan chempiondim, nima uchun? Birdan ikkita yo'ribdi. Bitta bonus. Narxini aytsam hayron, 62 ming so'mga ikkita pizza yo'rgan. Upakovka, mana senga chotki, ha bitta souscha yo'rgan, lekin ikkita pizza По-моему, souscha chiqasi. 62 ming so'mga. Ichidadir, Bu yerda pizza bormi o'zi? по-моему, bilmayman. Narx вообще devonaxona. Чисто buni qarada. Kopya emas. Yo'q. Ha? Sariq bo'ldi, ha? Kopya. Bu Kesilgan. kesilgan. Bu хотя бы kesilgan, ha. Уже plus. Ha, bar. Olchi buni. Tak, Apex pizza bu. Narxi 62 ming so'm. Ikkita pizza yo'rgan. Bittasi bonus ekan. Aksiyami? Jinsi.
O'zi bugun qiziq narsa bo'ldi-da. Bizlar hamma narsani o'zimdan zakaz qildik pitssalarni. Endi har xil zavedeniyadan zakaz qilgan-ku. Hamma kuryerlar bir paytda kelib qoldi. Bir-birini ko'ryapti, hayron bo'lyapti. Bular uncha qayerda pitssa kirib kelyapti deb. Pizza ba'zi bo'lyapti. Ha, okajon. Apex pizzani ta'mini ko'ringlar-da. Pizza. Qara. Xamir, ha, tonki. Xamir tonki. Normal. Yo'q. Ну, колбаса-то свежий у нас, да? Yo'q, что-то yana emotsiya bermadi hech qanaqa. Vau degan narsa yo'qda. Men qornim to'yapti-ku. Balim. Yo'q, unga emas. Qara, unga emas, Umid. Oqtepani yeganingda Baba boshqacharoq edi, qanaqa. nachinka ko'p. Sir ko'p-da, juda ham ko'p nachinkasi. Buni o'zi yopsang quruq. Bu e'tibor bergan bo'lsang, Oqtepani Bu bilan yedim-ku. Kola ichmadim. Bulardan yo'qmi-ku, kola ichkim kelyapti-da birdan. Chunki quruq og'zimda bo'lyapti. To'xta. Kayf qilib yo'qsan o'zim. Qornim ochda shunaqa yeyapman-da men. Sizlar patiskan boshinglar, laykcha bilan. Pillatinglar. Biroqcha denglar. Ha, papiskani bosinglar, bo'lmasa xafa bo'ladi bu. Ha, nima deysizlar? Apex pizza. Apex pizza. To'xta. Sariq bolaga option nechi ball qo'ydik biz? Men 4 qo'ydim, sen 3. Sen ham 4. 12 bor. 11 bor. 4 deylik, sredniy 4 bo'libdi. Oqtepa lavash 7 bo'libdi. Apex pizza. Oqtepa lavash hozir. To'g'risini aytsam, sariq bolada bir xil men uchun-da. Po-mo'ymu, lekin bitta plusi bor, plus ball beryapman, ikkita olib kelyapti-ku. Qorni to'yg'izish Вообще zo'r. вообще 62 ming so'm. 62 ming so'mga Pizza. Men uyqudan turgan vaqtlar misam bo'lar. 3 kishi bo'lsangiz bemalol to'yasizlar buni. Bemalol to'yasizlar. Shuning uchun 4 qo'yapman, plus ball ikkita ekanligi uchun 5. Xafa bo'lmanglar, 3 qo'yaman. Plus ball bermaysan? Yo'q, bu bonus-ku. Sancha? 4. 4. Xabar sredniy 4 bo'lyapti. Meni yomon ko'ryapsizlar, bilaman. 4. Hech kim xafa bo'lmasin, hech kim yomon ko'rmaydi. Bu bizlarning fikrimiz. Baribir klientlari ko'p. Bizlar kim bizlar, to'g'rimi? Bizlar просто o'zimizning fikrimizni bildiryapmiz. Odamlarga yoqsa yoqadi, yoqmasa yoqmabdi. Короче, yana aytayapman sizlarga, patiskan bosinglar, nima qilyapsizlar? Keyingi pizzamiz. Bellissimo. Mana shu bellissimo. Upakovka. Souscha bo'lmasa, Upakovka chotki. Klienti ham juda ham ko'p. Tochkalari ham juda ham ko'p. Bilasan, butun vez O'zbekistongacha bu. Yeb ko'rsam, Mana franshizasi juda ham katta buni. Tochkasi bor aka. Ko'p, bir 4 ta, 5 ta agar ziyod bo'lmasa, Toshkentlarda bor, hamma joyda bor uka bu. Bellissimo pizza. Men o'ylayman endi, bilasanmi, KFC'ni yegan-ku sizlar, to'g'rimi? McDonald's, KFC. Ular franshiza-ku, katta tochkalar. Hammasini endi unaqa bo'ladi, qanday dey? Qanaqadir norma bilan pishiradi hamma narsani. O'zining qandaydir qoidasi bor-da. Bular ham shunday menimcha. Menimcha ta'mi ham zo'r bo'lishi kerak. Buni qara. Souschasi bor. Bitta narsani tushuntirib beraymi? Bachalar, italyanskiy, nastoящий italyanskiy pizzani o'zgarish bor bunda. xamiri bor-ku, mana xamir testasi. Operatorga ko'rsataylik-da. Ana shu testasi mana shunaqa oxiri ana shunaqa bo'ladi. Pufakcha bo'ladi. Ko'ryapsanmi? Bakcha. Ha. Именно italyanskiy pizzalar shunaqa bo'ladi. Qarada, bularning hammasini o'zi ochsang, hammasi yo'q, tekis ular. Hammasi e'tibor bering o'zi. Ko'ryapsanmi? Yo'q bularda. Bu реально четко pishirgan, как будто italyanskiy pizza pishirgan. Bellissimo, qarada. Endi bitta ta'mini ko'raman. Bularga ham plus ball, sous. Sous. E'tibor berdi, sariq bola Bellissimoda sous bor. Qolganlar даже qo'ymagan. Kimga Bellissimo yoqsa like bosinglar. Bu bilan. O, Zo'r? Mazali. men yana bitta yeyman bundan. Bomba. E'tibor berdi. Testa tonki. Xamirchasi tonki. Ham qandaydir nachinkasi ham joyida-da. Chotki, tamchasi ham chotki. Bomba. По-моему, sousga botirsangiz ta'mi o'zgaradi. Чесночный соус. Zo'r. Bellissimo chotki. Assistent, bitta sizni iltimos qilamiz. Men proba qilgan pizzalarimizni olib kelsangiz, по-моему, chotki. Bellissimo. Reально o'xshaydi. Xamiri ham, nachinkasi ham. Upakovka, souscha ham qo'ygan. Bomba. Salfetkachalar ham bo'ldi. Hammasi joyida. Narxi nech pul? Bellissimo narxini ko'rmadik-da.
narxi adashmasam 61 ming. 61 mingmi yo 62 ming edi narxi. Hozir uni cheki yo'q edi qo'limizda. Nima deysan? Puliga. Puliga arziydi. Arziydi, ha? Arziydi, Chotki. arziydi. Tamchasi zo'r. Hamcha zo'r. Bomba. Nachinkam sveji. Oxib. Ha, bal beraylik-ki. Bal, bal. Bal ismidan chiqdi. Tak, Bellissimo. Fikrim bo'yicha 8 bal. 8 bal. Umid? 10 bal. 10 bal. Ha, 10 bal. Yomon yoqibdi bunga. Sangacha? yana yeyman men shu. Suma pizza upakovkasini olsak 7 bal. 7 bal? Tam hamma 7 bal qo'ydim men. 7 bal. Sredniy shu 8 bo'libdi baribir. 8. 8. Hozircha Bellissimo yutyaptimi? O'tdi Bellissimo. Yo'q, sariq bola 4 uka. Oqtepa lavash 105 ming 7 qo'ydik-da. Lekin Bellissimoni ta'mi zo'r edi. Yo'qmi? Oqtepa prosta katta ekan. Mana shu uchun qimmatroqmi? Ha? Shu uchun qimmatroqmi? Uni ham ta'mi yomon emas edi. Ha, shu. Хорошо, Premier Pizza. Do'stlar, bitta narsani aytmoqchiman sizlarga. Nima qilyapsizlar? Bitta narsani aytmoqchi edim. Faqat pizza, burger, shashlik, osh emas. Bizlar har xil narsalarni degustatsiya qilamiz. Yaqinda Xitoydan bizlarda bitta zakazimiz keladi. Agar bilsangiz, xitoyliklar har xil unaqa gajdumchalarni yeydi. Unaqa sichqonchalar, nima edi? To'sqalar. Ha, shunaqa narsalar. Ular O'lchanglar. shunaqa narsalarni yeydi. Bizlar zakaz qildik. Ular uchun delikates ekan, chipschaga o'xshaydi. Sakuskami ular? Yeganmisan? Qovurgan tarakanni yegansan? Yo'q. Nasib bo'lsa keladi yeymiz. Sizlar uchun proba qilamiz hamma narsani. Appetit bo'lib tayyorlabsiz aka. Yehang, barib qilasan shu ishni. Shunaqa narsa bo'lmaydi. Ochqa Premier Pizza ketdi. O, bunga ham souscha bor ekan, qarada, yana plus bal. Souschasi ham qara, jilet qilmagan вообще. Bularni qara, fondi. Mayonez ko'p bo'lganda bo'ladi. Ha, endi Bu yo'qlimi? Like bosamiz, like-chani do'stlar. Bitta berdi, qani. Yo'qlimi bu? bu nimagadir yo'qligini pamay. Jirin ko'p so'radi. Yo'q, по-моему, yomon emas. Qarada, уже nachinkasi ko'pdek. Premier Pizza ketdi. Premier pizza. Like boshlamayman, sizlarga aytaman nimaligini. O, so'shnigina. Bomba uni. Endi qara. Bellissimodan qolishadi. Oqtepadan ham qolishadi menimcha. Sal. Nima deysan? Qandaydir, bilasan bu Yog'li ekan. yog'li, yomon yog'li. Yomon yog'li. Lekin sariq boladan nimadan yaxshi-da? Apexdan. Yog'i ko'p, juda ham ko'p. Yog'i ko'p ekanda. Qana yog' ko'p. Yog'ni jilet qilmagan bu pizzada. 3. Yoqmadi menga. Yog' ko'p. Juda ham yog'li ekanda. 3. Tim bo'lib dietada o'tirmoqchiman. 3. Fikring. Aytqani? 4. 2. 2. 3 ekanda. Eng yomon hakam. Sredniy 3 ekanda. Sredniy 3. Ha, sani yuzing Xafa qora, bo'lmaylarmi? buni ichi qora. Xafa bo'lmanglar lekin. Просто endi o'zim Tak. fikrimda. Bu Premier Pizza. Sredniy balimiz 3. 3. Uncha yoqmadim. Nima qoldi? Bu вообще gigant. Bu bilan kelishidan meni Hayron qolgan. Tibon. Sibon, buni men yozdim, bilasanmi? Oq korobkachani olib kelyapti. Qayerdan keldi? Nima keldi bu? Nima bu? Salfetka qayerda? Sous bormi? Ochib ko'rganingiz emasdir. Qayerdan bilasiz? Ya, ochib ko'rganim emas. Ichi bana dedi, ichi yaltiroq, ichi U qaltiroq dedi. kuryerdan so'radik, qayerdan bo'lsak, Tibon dedi. Buni qara. Yo, просто men tushunaman hamma narsani. Qarada, любой pizzalarni ko'rdik, upakovkacha, chotki. Ma'qul bo'lku, ichi Bu- yaltiroq, usti nima deydi? Ha, barki, to'g'ri, Balki to'g'ri. shunaqadir. U Bu nima edi bu? Tibon. Operator buni oling-da bitta. U sosiska bilan qilganmi? Saskani ham arzon varianti pammi. Endi undayda, misol tishlaganmi? Tushunyapsanmi? Men bitta tishlaganimda emasda bu. Shuni aytyapman. Aha. Tibon.
minus ball уже bor aniq upakovka uchun. Ha, ketdi. Tuxumchalar qo'ygan, nima qo'ygan? O'yinsiga. Tuxumchami bu endi? Mana o'shalar uka Sibonni proba qil. Ey, вообще. Hali mayli, bular hech narsa emas. Qurt xumskalar qanaqa yeymiz? Zakuska-ku ular, pivochalar. Ha, u haqiqatan ham Xitoyda bilasizlarmi? Pivoga zakuskacha ekan. Yomon yaxshi ko'rar ekan ular. Bizlar chipsi yeymiz-ku. Ha. Ular ana shu qumursqani yeb o'tiradi. Tarakancha, chipscha. Zo'r ekan. No deydi-ku. Shunaqa joy bo'ldi. Uyda oddiy nonni olasan. Ustiga sirni qo'yasan. Saskachani qo'yasan, mikrovolnovkaga solasan-ku. Ana shu narsa bo'ladi. To'g'rimi? Ha. To'g'risini aytsam, bir balga bazur ketyapti. Sibon. Xafa bo'lmaysizlar. Maktabda eng yaxshi ko'rgan bahom. Yoqmadi menga Sibon. Men 1 bal. Necha bal? 1 bal. 1 bal. Sancha? 0? Ya bal qo'yaymi? Xafa Ha, qo'y, 1 qo'y hajaba 1. 0.5 qo'yay. 0. Ha 1 da, короче. Ha 1. 1. Ha, oxirgi fikrimiz nima bo'libdi? Nomer 1 pizzamiz Bellissimo baribir? Bilsam o'ylabdi. Bellissimo, ikkinchisi oqtepa lavash, Tepa lavash. uchinchisi Sariq bola. sariq bo'laman Apex pizza bitta bo'libdi, 3. 3-o'rinda. 4-o'rinda Premier pizza, yog'lik. Yo'qli. Bu o'rin qo'ymasak ham bo'ladi. To'g'risini aytsam, upakovka ham u na pepperoniga o'xshaydi, na boshqa narsaga o'xshaydi. Tushunib bo'lmadi bu nima bu. Uydagi buterbrod. Ya hayron qolgan To'g'rimi? nima bu? Damashli pizza. Ha, do'stlar, kimga qanaqa pizza yoqadi, qaysi kafedan, qaysi pizzeriyadan kommentariyaga yozinglar u narsani. Обязательно bizlar o'qiymiz, ko'ramiz. Nimani yana degustatsiya qilishimiz aytsanglar, aytinglar. Bizlar обязательно shu narsani qilamiz. Kutinglar Xitoyni obzorini. Xitoy zakuskalarini obzorini. Qo'lni hamma narsani obzor qilamiz. Videoni do'stlarga ulashamiz va like kommentariyani Bosamiz. ko'paytiramiz. Do'stlar, Qo'ng'iroqchani bosinglar-da, tezlik bilan dingillatinglar.